Assalomu alaykum hammaga. Bizda obed taym boshlandi va ko'cha juda issiq bo'lganligi uchun men chaloq tayyorlashni tanladim. Xo'p, menimcha hamma chaloq tayyorlashni bilsa kerak. Shuning uchun uni tayyorlanish jarayoni haqida gapirib o'tirmayman. Lekin meni tayyorlash jarayonimni ko'rib iltimos yig'lab yubormanglar. Chunki men deyarli oshxonaga kirmagan va deyarli ovqat tayyorlashni bilmaydigan qiz hisoblanaman. Xo'p, meni yoshim 17da va men universitetda o'qiyman. Va ko'proq meni studyga bag'ishlaganim uchun daily life'imni, ya'ni kundalik hayotimni menda oshxonaga sarflanayotgan vaqt tugab qoladi. Shuning uchun vaqt sarflashim ham noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki 17 yoshli qiz faqat study qilishi kerak deb o'ylayman. Endi faqat study emas, menda housework'lar ham bor albatta. Chunki uyni tozaligi, o'zimni tozaligim, o'qishim hammasi menda firstly turadi. Hammasi birinchi o'rinda turadi men uchun. Va chaloq tayyorlash dunyodagi eng qiyin ovqatlardan biriga aylandi for me, men uchun. Chunki uni chiroyli qilib tayyorlash bilan tayyorlashni farqi bor ekan. Va oxirida aytaman men qaysi birini qilganligim haqida. Xo'p, menda daily life'im qanaqa o'tadi? Hozir shu haqida qisqacha information beraman, ya'ni gapirib beraman. Meni daily life'im it's simple o'tadi, ya'ni judayam oddiy o'tadi. Ertalab turaman, menda hamma kerakli bo'lgan ishlarimni qilaman va alohida e'tibor beradiganlarim menda reading, makeup and choose outfit. Ya'ni menda makiyaj, kitob o'qish va menda look tanlash, ya'ni ko'rinishimni, bugungi ko'rinishim qanaqa. Chunki universitetda o'qiyotgan qizlarni ko'rinishi muhim rol o'ynaydi o'zi uchun. Chunki u ko'rinishingiz sizga strictly, ya'ni sizga xotirjamlik va qaysidir ma'noda o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirib beradi deb o'ylayman. Chunki siz qayerga borsangiz bilasiz, uyalib qolmaysiz, kiyimingiz toza, chiroyli ko'rinishga egasiz. Xo'p, ovqatlarga alohida to'xtalaman. Keyinchalik, hozir esa reading haqida gapiraman. Men ko'proq religious book o'qiyman, ya'ni diniy kitoblar o'qiyman. Diniy kitoblarga faqat Qur'on kirmaydi, o'ylamang. Ularga misol uchun Qalb iffati degan diniy kitob o'qiganman va G'iybat o'zi nima, Gunoh kabiralar kabi kitoblarni o'qib tugatdim. Xudo xohlasa qolgan diniy kitoblarni ham o'qib tugataman. Judayam ko'p diniy kitoblar bor va ular judayam qiziqarli. Keyingi videolarimda share qilishga harakat qilaman. Xo'p, mana shu joyda men bodring to'g'rashimga alohida e'tibor beringlar. Va negativ komment qoldirmanglar iltimos. Chunki men avval to'g'raganman, lekin bunaqa tarzda emas, ya'ni chalobga emas. Chalob uchun to'g'ramaganman bodring umuman. Shuning uchun qanday bo'lishini bilmadim. Shunaqa shaklda to'g'radim. Xo'p, keyin menda outfit. Outfit judayam muhim, aytib o'tganimdek. Va menda outfitlarim judayam ko'p. Videolarim davomida meni kuzatishda davom etsangiz, outfitlarimni ham share qilaman sizlar uchun. Xo'p, menda bitta outfit tanlash judayam qiyin. Men outfit tanlaganimdan keyin unga aksessuar tanlayman. Aksessuar tanlaganimdan keyin sumka tanlayman. Sumka tanlaganimdan keyin oyoq kiyim tanlayman. Xullas shunaqa qilib meni 1 soatli tayyor bo'lishim for study, for univer uchun juda ham difficultly time hisoblanadi. Juda ham qiyin vaqt. Xo'p, lekin uddalayman. Har kun uddalab kelyapman. Har kungi ishlarimga ulguryapman deb o'ylayman. Successfully person bo'lish bu juda ham qiyin ekan va men bunga erishmoqchiman. Ya'ni muvaffaqiyatli inson bo'lish. Xo'p, endi ovqatlarga to'xtalamiz. Shunday qilib umuman ovqat qilishga vaqtim bo'lmaydi. Chunki menda darsdan keyin ish bo'ladi. Ishdan sal kechroq kelaman. O'sha ovqat tayyorlangan bo'ladi uyda, meni onajonimlar tomonidan. Va shunday qilib ovqat tayyorlashni bilmayman. Ayniqsa xamirli ovqatlarni. Makaron, oddiy suvli ovqatlarni bilaman. Quyuq ovqatlarni bilmayman. Suyuq ovqatlarni bilaman. Xo'p, bu meni birinchi videoyim, ya'ni birinchi ovqat tayyorlashim va birinchi videoyim. Shuncha kamchiliklar bo'lsa, avvaldan uzr so'rayman. Va mana shu speechni gapirishim uchun ishoninglar 3-4 marta qayta o'chirib yozishga majbur bo'ldim. Va buning uchun sizlardan yetarlicha e'tibor
va komment, like, подписка kutaman. Albatta kutaman va siz ham buni uddalaysiz. Xo'p, ovqat yeyishni yaxshi ko'raman, qilishni emas. Chunki injiq odam bo'lganligim uchun ovqat qilish jarayonida ko'plab qiyinchiliklarga face to face kelaman, ya'ni yuzma-yuz kelaman. Misol uchun, manda ko'kat to'g'rash. Hozir video davomida ko'rasiz. Men bitta ko'kat to'g'rasam, hamma joy ko'kat bo'lib ketadi. Piyoz to'g'rasam yig'laveraman. Xullas, men hech qanaqa ovqat bilan aloqadorli ish qilmasligim kerak. Lekin hayotim davomida juda ham ko'p kerak bo'ladi deb ta'kidlaydi hamma. Deyarli barcha relationshipslarim menga rekomend qilishadi ovqat qilishni o'rganishimni. Ammo lekin nimagadir bunga qunt bilan yondashmayapman. Hali 17 yoshman deyapmanmi, bilmayman. 18ga kirishim juda ham qiyinlashib ketyapti tobora. Lekin 18ga kirganimda ham alohida special video share qilaman sizlarga. Chunki men voyaga yetaman, O'zbekiston fuqarosi bo'lganman, lekin hali voyaga yetmaganman. Va men voyaga yetaman. To'laqonlida voyaga yetaman. Va menda shaxsiy personal life mavjud bo'ladi va keyin hozirdan lekin ishlayapman. Ta'kidlab o'tib ketay. Menda personal life mana shu hozirda shakllangan. Chunki siz ishlasangiz, uje sizda money keladi, ya'ni pul keladi sizga va personal life esa bemalol yarata olasiz. Lekin menda spend time вообще zo'r bo'ladi, ya'ni pulni sarflash. Topishdan ko'ra uzoq vaqt davomida topaman, lekin 1 daqiqada, 1 soatda sarflab tashlayman. Shunaqa bo'lyapti. Xo'p, men ovqat jarayoniga alohida to'xtalamiz endi. Piyoz to'g'rash it's much difficult time and work. Va oxirgi jarayonlarga yetib kelibmiz. Afzallarini savoldim. Ishoninglar, men oila a'zolarimdan bunaqa komment kutmagandim. Mana shu qilgan ovqatimni tatib ko'rishganida shunaqa zo'r kommentlar berishdi. Menda firstly food bo'lgani uchun, ya'ni birinchi taom tayyorlaganligim uchun mana shunaqa deyishdi. Yana bilmadim. Like va podpiska kutib qolaman. Sizlarga video davomida useful nimadir bera olgan bo'lsam, foydali, bundan juda ham xursandman. Meni kuzatishda davom eting. Like va podpiskani ayamanglar. Xayr, sog' bo'ling.